Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan butun mamlakatimiz bo'ylab istiqlol g'oyalarini keng targ'ib etish, yosh avlod qalbida vatanga muhabbat, milliy g'urur va yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'ularini mustahkamlashga qaratilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar izchil davom etmoqda. Termiz shahrida O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Surxondaryo viloyat kengashi tashabbusi bilan mustaqillik qanotida orzular sari nomli tadbir tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tadbirda Milliy tiklanish demokratik partiyasi Surxondaryo viloyati kengashi mas'ullari, Amudaryo bolalar sog'lomlashtirish oromgohi xodimlari hamda dam olish maskanida hordiq chiqarayotgan bolajonlar ishtirok etishdi. Avvalo, mustaqillikning xalqimiz hayotidagi beqiyos o'rni, yangi O'zbekistonda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, tinchlik va osoyishtalikning bebaho qadri haqida atroflicha so'z yuritildi. Mustaqillik bugungi bunyodkorlik, ertangi taraqqiyot va yoshlar orzularining mustahkam poydevori ekanligi ta'kidlandi. Tadbirning asosiy maqsadi mustaqillik g'oyalarini keng targ'ib etish, yoshlar orasida vatanga bo'lgan muhabbatni singdirish, milliy qadriyatga hurmat, tuyg'ularni singdirishdan iborat. Bunaqangi tadbirlarning o'tkazilishi yurtimiz ravnaqi va xalqimiz farovonligi yo'lida eng ezgu g'oyalarni mustahkamlashda hamohang bo'lib kelmoqda. Tadbir davomida bolajonlar tomonidan vatan, mustaqillik va tinchlikni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar, badiiy chiqishlar namoyish qilindi. Ularning jo'shqin chiqishlari istiqlol shukuhi va bayramona kayfiyatni yanada yuksaltirdi. Yosh avlod qalbida istiqlol g'oyalariga ishonch va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qilgan mazkur bayram unutilmas taassurot qoldirdi. Hammamizni kayfiyatimiz juda ham zo'r. Hammaga mustaqillikning 35 yilligi bilan